hamma qilyapti. Nima? Mani qo'limdan kelmaydimi? Instagram, shaxsiy brend, ulardan keladigan mijozlar bo'ldi. Ertadan boshlayman. Ertadan. Yo'q, yangi yildan keyin boshlayman. Bularni hammasini menga kim qilib beradi? Yana aldab pulimni olishadimi? Yo'q. O'zimni telefonim ham yaxshi-yu. Yaxshisi hammasini o'zim boshlayman. To'xta. Telefonda qilish mumkin emas. Qimmat apparat bo'lish kerak. Qimmat montajlari bilan. Qimmat montaj. Qimmat montaj. Shu paytgacha kuratorlik loyihamda ham, birga bir mentorlikda ham biznes egalari bilan ishlab, bitta narsaga amin bo'ldim. Afsuski, ko'plab biznes egalari atrofdagi odamlardan eshitib yoki teoriya, terminlarga tayanib, Instagram va shaxsiy brend yuritishi miyaligiga qiyinlashtirib yuborishyapti. To'g'rimi? Vaholanki bu yoqda siz o'ylaganchalik qiyin ish umuman yo'q. Xullas, salkam 5 yillik tajribamdan kelib chiqib, sizga yordam berishga qaror qildim. Bugundan boshlab sizni yo'nalishingizda nima yaxshi kontent qilish mumkinligini ish joyingizga borib ko'rsatib bermoqchiman. Mani yo'nalishimni qilib bo'lmaydi. Deganlarni ham yo'nalishida yaxshi kontent qilish mumkinligini isbotlash vaqti keldi. Ko'p o'ylab o'tirmang, shunchaki kommentariyaga o'zingiz yo'nalishingizni yozib qoldiring, bo'ldi. Siz bo'lsa jarayonlarni kuzatib borish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Men bo'lsa sizlarga oson, tushunarli va eng asosiysi o'zbekcha o'rgataman.